Hammaning xabari bor, Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan endilikda moped, motoskuterlar boshqarish uchun davlat raqam belgisi va haydovchilik guvohnomasi, ya'ni A kategoriyadagi haydovchilik guvohnomasi kerak bo'ladi. Xo'sh, bunga harakat ishtirokchilari qanday qaraydi? Biz bugun tuman aholisining fikr mulohazalarini o'rganamiz. Bu ne qo'yish kerakda, основной правила bo'yicha o'qituv kerak. Guvohnoma olish kerak. Belgini nomer qistirib kerak. Yana bularni dovush chiqmaydi, qaptonlar kelganda bilmaysan va aylanib oldinga chiqib ketadi. Lekin shuni bir nega qo'yish kerak, yo'lga qo'yish kerak. Bo'ldi, assalom. Nomer bilan A toifadagi haydovchilik guvohnomasi kerak. Bu qancha to'g'ri siz uchun? To'g'ri narsami bu? To'g'ri narsa. Ma'qullaysiz, to'g'rimi? Ma'qullar. Prava berishni, pasport olishlarini so'rab qolamiz. Hamma mencha deydi, yo'lning chetida qatnov qismini chetkasida yurishini, Yo'l qoidalarini bilmaydi ular. yo'l qoidalarini bilmaydi ular. Endi pravila bo'yicha ham yurmaydi, endi fari yanma yurgan bo'ladi, birda ham ayol kishilar haydab yuradi. Tajribaga ega emas haydovchilar. Shunday fikrdaman. Rahmat. Vazirlar Mahkamasining qarorini to'g'ri deb bilamiz. Nechun deganda pravo olib haydasa, yo'llarda avariya soni ham kamayardi, boshqadan bo'lardi. Kechda atrajdatinlar ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Svetlarda yoqmaydi. Svetlarda yoqmaydi. Shuning uchun ko'p avariyalar qarorni ma'qullaysiz. Ma'qullayman. Bu qarorga to'g'ri qarayman. Men o'zim tengdoshlarimga da tavsiya etib qolar edim. O'qimasdan turib haydamaslikni. Yo'llarda ko'p ko'ryotirmiz, noto'g'ri yurganlarni tengdoshlarimga tavsiya etaman. Toifali pravoni olib, so'ng haydashlaringizni. Paytda Beruniy tuman tibbiyot birlashmasi trampunktga moped, skuterlar ishtirokida ko'p yo'l transport hodisalari bilan murojaat qilib turibdi. Shuning oqibatida ko'plagan odamlar jarohatlar olib, murojaat qilib turibdi. Iltimos qilib qolamiz. Shu haydovchi guvohnomalarini olib, iloji bo'lsa yo'l qoidalariga rioya qilib, o'zlaringizga va boshqa misollarga harakat ishtirokchilarini zarar keltirmasdan yo'l qoidalarini rioya qilib harakatlanishingizni so'rab qolamiz. Barcha fuqarolardan va harakat qatnashuvchilaridan shuni iltimos qilib qolardikki, yo'l harakati qoidalariga amal qilib boshqarishini, ya'ni amaldagi qonunchilikka doir moto va skuter, moped boshqarganda davlat raqam belgisini olib, A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan boshqarishlarini. Bu holatlar ancha-muncha yo'l transport hodisalarini oldini olib va kamayishiga katta yordam beradi.